Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Akalar, Xudo xohlasa bugungi videomiz oxirigacha yerinmasa qo'llab-quvvatlab akalar padishkada bo'lib turamiz. Xudo xohlasa kanalimiz yangi mana shunaqa go'zal narsalar kelganda akalar, o'tkazib olmasdan bosh doya sizlarga boradi. Akalar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa sizlarga manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz akalar. Bugungi hafta kunlarimiz 2026-yil seshanba 14-aprel akalar mana. O'sha Namangan Tepao'g'ron arzonchilar yig'ilgan qishlar Doniyorbek akamiz xonadonlar etganmiz. Keling, Abduram, yaxshimi? Alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun bu kanalga yangimiz, bu kanal ham yangi sizlar uchun obunachilar. Like-ni bosib, obuna bo'lib turinglar. Kanalimiz rivoji uchun. Xudo xolasa aka arzon qilib chiqarib beramiz. Narxlari ham bor-ku. Obuna bo'lsin. Narxlari вообще sensatsiya bo'ladi aka. Narxi o'ylashganlardan ham arzon bo'ladi, to'qli qo'ylar hammasi. Akalar mana qo'ylarga bir bahoni berib qo'yaverasiz. Shalpon quloq, tik dumba variantida akalar. Hammasi Xudo xolasa to'qli qo'zlar akalar. Mana bir-biridan sifatli narsalar ekan akalar mana. Qo'ylarga bir ahamiyatni berib qo'yasiz aka mana. Xudo xolasa akalar kanalga obuna bo'lib, videomizni oxirigacha ko'rib qo'llab-quvvatlab turamiz akalar mana. Xudo xolasa narxini suvdagi qilib chiqarib beramiz. Narxlari o'ta arzon bo'ladi, o'ta arzon. Agar mana shu qo'yda mana shu qo'y kichkina buni agar mana shu qo'y sara bo'lsa $1000. To'g'ri aka. Mana 100 dan o'tib bir ahamiyatni berib qo'yamiz aka mana. Mana 20 plyus quloq. 20 plyus. Agar shu qo'y sara bo'lsa $1000 emasmi shu? Aka bu qora arashan shekilli o'zi aka. Arashanni qorasi ham bo'ladi mana. Quloqning barazi o'zlari ham juda kelgan aka. Aka mana bitta quloqini kesib qo'yishgan akalar mana. Uvol bo'libdi-da shu qo'ydi qulog'i akalar mana. Mana qulog'ini yuzidan o'tyapti mana. Shu qo'yda agar aka nari qulog'i ham butun bo'lganda juda puli baland bo'ladi aka. Aka buning soni nechta bu qo'ylar? Soni 10 dona, ozgina ozgina. Soni 10 dona bitta obunachimizga ketadigan partiyaga aka. Qo'yishadi, shunda olishsin, boqsin, qochgani tug'ib beradi, qochmaganini qochirib olishadi. 50 olishaveradi aka, qo'chqor bilan yurgan narsalar. Qo'chqorda yurgan bitta ikkita bug'azi ham bo'lish kerak. Qisiri ham bo'lish kerak. Mana obunachilar akalar, Xudo xolasa bitta boladan ajragan uni. Uni bittasi boladan ajragan akalar. Yelin so'ganiga ishlanib qolgani qochgan bo'lsa akalar tug'ib beradi akalar. Bu yog'i sizlarning baxtlaring akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmas aka. Buni bo'ybasini nechiga olishaveradi obunachilar? Bo'ybasini 75 ga olsa qolgani bonus. Akalar 75 plyusga olaverasizlar, qolgani sizlarga bonusda ekan akalar mana. Qolgan nechisi ham sizlarga bonus. Aka, buni narxi tamom. Videoni ko'p cho'zmaylik. Kanalimiz yangi. Kanalga obuna bo'lib, like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab telefon qilgan akalarimizga bo'ladigan tortishib o'tiribmiz. 5 million 200 ming so'mdan dastlabkasi ham bizdan vodiy bo'ladi. Dastlabkasi vodiy bo'lib Toshkentgacha berasiz. Uzog'i Toshkentgacha, Vohalaga ham bor. Kelishilgan holatda. Kelishamiz, ketaveradi. Bor aka, akalar mana 5 million 200 dan akalar aloqaga chiqaverasizlar. O'ta go'zal narx bo'ldi. Akalar narxi yengil bo'ldi mana. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, Xudo xolasa shunaqa zo'r narsalar kelganda akalar ulgurib qolasizlar mana. Yo'qolsa akalar biz ikkinchi partiyalarni chiqaramiz mana. Mashaalloh aka, ikkinchi partiyaga egizlar zo'ridan aka. Egiz zo'ridan, potiz o'kiz o'ralaridan mana keldi. O'ta go'zallardan aka, akalar mana. Akalarimizga like-ni bosib obuna bo'lib tursin, mana shu kanalga kanalimiz yangi, Xudo xolasa zo'rlardan chiqadi aka. Mana akalar. Egiz dishqozlarga o'ta go'zallardan yetib kelibdi akalar. Bir-biridan chiroylilardan akalar mana. Dumbalari ham tik dumba variantlaridan akalar mana. Yuzlarini ham bir ko'rsatib qo'ying. Mana akalar go'zallardan akalar mana. Mana akalar. Yuzlarini bir ko'rsatib qo'ying bularni ham. Bir-biridan tanam. Quloqlari butun aka bular. Quloqlari butun. Keyin tayinlab ko'rsating, Xudo xolasa bo'g'ozligi ham bilinib qolgan. Ekan akalar naqa ekan, Xudo xolasa. Mana akalar. Orqa bo'ylilarni ko'rsatasiz keyin. Bo'ldi aka mana. Hammasi yelim tashab qolibdi akalar mana. Mana bir orqa bo'ylarni qo'yingda o'zi qochmasa bo'lib turmaydi mana. Dumbarazlar ham juda kelgan ekan mana, to'ralovniki ham akalar mana. Aka, buni yosh oyliklari qanaqa bu qo'ylar? Yosh oyligi 10 oylik plyusda. 10 oylik plyusda qo'ylar aka. Birinchi qoringa tug'adi Xudo xolasa qo'ylar. Xudo xolasa akalar, birinchi qoringa tug'adi. Uzoq yil bolasini olib yuraman degan akalarimizga mana tavsiya qilamiz. Oning Xudo xolasa baraka topadigan narsalar mana. Bo'mbullaganlardan bu qara. Badallari ham juda semiz ekan akalar mana. Tug'sa ham qiynalib qolmaydida ko'chatlar. Xudo ham bolan zo'r beradigandan aka, akalar mana. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, ekranda telefon nomeri aloqaga chiqaverasizlar. Aka, buni hamma gap narxida. Videoni ko'p cho'zmaylik. Kanalimiz yangi. Avvaldan like-ni bosib, obuna bo'lib telefon qilsin. 11.5 dan jup olishaveradi. 11.5 million so'm oladi. Tanlab olsa azna qo'shilib qoladi. Jupini oldim hammasini deysiz,
Xudo xolasa bitta obunachimiz oladi, xudo xolasa. 23 gazini hayrini ham qilib beramiz. Telefon qilsa ayrini ham qilib berasiz. Dastlabki qayergacha? Dastlabki vodiy bo'ylab uzog'i Toshkentgacha. Toshkentgacha. Bosi obuna bo'lib turgan aka. Buxoro Samarqandga ham jo'natib turamiz, narxiga kelishamiz yo'l kiradi. Bo'ldi, xudo xolasa mana. Kela mana. 23 million so'mga kela mana shu To'ralovni xudo xolasa dastlabki Toshkentgacha ketaveradi, deyaptilar mana. Yurishlarni ham bir ko'rsatib qo'yingchi mana. Haqiqiy egizni zo'rlar ekan kela mana. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa o'ta go'zallardan narxi ham juda qulay bo'ldi, kela mana. Ularni ham bir yurishini ko'rsatib qo'yingchi aka. Mashalloh. Hojaga aloqaga chiqarasizlar, ulgurib qoling. Birinchida turgandi. Birinchidagina kela mana. Naq ovozini egiz tumanlari ham bor ekan oldida, kela mana. To'ralov ham birga bo'ldi, kela mana. Xudo xolasa. Obuna bo'lib tursin, yana 4 egizimiz bor. Yana 4 egiz bor ekan, shunday bart. Uchinchi partiyaga zo'rlar bor ekan. Kela kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Voy mashalloh akalar, 3-partiyamizga ham egizni o'ta go'zallaridan, keyin o'ta yiriklardan yetib kelibdi mana akalar. Xudo xolasa bularni ham bor ma'lumotini sekin berib kelamiz akalar mana. Qo'ylarga bir ahamiyatni berib qo'yamiz mana. Dumbalari ham tik dumba 2-12 ham mana. Osida puniga ketgan qo'ylar emas. Badani ham juda semiz ekan. Xudo xolasa narxi ham juda arzon bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz hoji aka mana. Yuzlarini bir ko'rsatib qo'yingchi buni aka. Yuzlari ham juda tiniqdan akalar mana. Xudo xolasa egiz ishqibozlari aloqaga chiqarasizlar mana. Bu yoqda ham egdoni o'ta papalaridan bor akalar mana. Ularda papasidan, mamalaridan keldi mana. Doniyor aka, bular qaydan to'g'ri kelyapti egizchilar? Obunachilarga boru. Kanalda yangimizmi? Kanal ham yangimi? Kanal ham yangi. Chiqaradi, obuna bo'lib tursin. Xudo xolasa akalar mana obuna bo'lib kanalga kuzatib turasizlar, shunaqa go'zallardan kelsa ulgurib turasizlar akalar mana. Birinchidan bo'lib sizlarga tushadi. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz juda kattalar yo'q aka bu. Zo'ridan keldi. Keyin Madallari yosh. ham qo'l Hali tegmayapti chiqmagan ikkalasi ham. Ikkovi ham qo'zi aka. Onalar ham tushib bizmagan, yosh. Xudo xolasa aka, hammasi qo'zi qo'ylar ekan akalar mana. Hammasi tutga to'ygan o'ta velikanlar egizlar akalar mana. Qo'yga bir ahamiyatni berib qo'yasiz. Xudo xolasa mana go'zallaridan. Aka bu qo'ylarimiz bo'y bas qanaqa? Bo'y bastirma ikkalasini 80 ga olsin, ikkalasini 75 ga olsin. Bu ikkovi 75 plyusga egalar, bular 80 plyusga olaverasizlar. Xudo xolasa aka, hamma gap narxida. Videoni ko'p cho'zmaylik aka. Narxini obunachilar kuturmaylik. Bitta sindirimchi narxini aka. Ikkalasini 16, 17, 18 emas. Narxi bor, o'ylashganlardan ham arzon bo'ladi. 13,5 million so'mdan dastlabkasi ham 13,5 million so'm aka. Uni ikkalasini 11 ga olishamiz. Bu ikkovini akalar 11 million so'mga, bu ikkovini 13,5 million so'm aka. Junda jami 24,5 bo'ladimi? 24,5 bo'ladi aka. Xudo xolasa bitta obunachimiz oladi, chiroyli qilib hayriga o'tib berasiz aka telefonga odamga. Bor aka akalar mana. Qiziqqanlar akalar aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa mana oxirgi partiyalamizga yana 2 dona. Yana 2 dona qolib ketdi. Yana 2 dona go'zaldan bor aka. 4 partiya qo'yimiz bor aka. 2 dona yetuk bo'g'ozdan chiqadi, layt bosib turing aka. Zo'rlari chiqaveradi. Xudo xolasa kanalni oxirigacha ko'rib, videoni oxirigacha ko'rib qo'llab-quvvatlab turamiz mana. Yurishlari ham juda go'zaldan akalar mana. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Xudo xolasa akalar mana so'nggi partiyamizga hisorni tozasidan olib qo'ygan akalar Doniyor akamiz. Xudo xolasa mana o'ta go'zallaridan. Doniyor aka o'ta go'zallardan, ha? Obunachilarga boru, yetuk bo'g'ozi ham kamiga. Aylanib kamiga naq bo'g'oz-da. Yetuk bo'g'oz, yeridan ko'rsatib ketdim. Mana Xudo xolasa oshna akalar mana. 3-4 kunda tug'ib beradi mana shunisi. Nargisi Xudo xolasa bir 10-15 kun chalnagasi bor ekan. Xudo xolasa naq bo'g'oz ikkovi ham. Mana. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turamiz akalar. Xudo xolasa Doniyor aka buni yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligimi? Ashbirinchilar ish buzibdi mashinasi. Mana shunisi ekishga yangi chiqargan. Mana qo'zi hali. 10 oylik. 13 oylik, 10 oylik ekan akalar mana. Xudo xolasa qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Narxini ham juda arzon qilib chiqarib beraman deyaptilar Doniyor akamiz. Xudo xolasa so'nggi partiyamiz bomba bo'ladi deydilar. Narximi? Narx tamom Doniyor aka. Obunachilar obuna bo'lib, laytni bossin, uni kanal rivoji uchun narxini arzonroq qo'yib beramiz. Yengil qilib bitta bomba qilib o'ylashganlardan ham arzon bo'ladi. Buni 13, 14 emas. 11,5 berishadi, dastlabkasi ham bizda. Dastlabkasi ham sizdan. Xudo xolasa akalar mana. 11 million 500 ming so'mga dastlabkasi Toshkentgacha ketaveradi mana. Tez aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turgan akalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa shunaqa foydali videolar chiqadi akalar. Kanalni kuzatib turamiz.